Achiklarimizni qo'yib oldik. Xudo xohlasa, zapravkaning rasmlari ham yondi. Benzinimiz hozir yo'q, ko'tarilgani yo'q. Quychi. Nechta ketdi? Qo'yaver hammasini. Yarimdan ko'prog'ini quychi. Xudo xohlasa mana 5 ta ketdimi? Bo'ldi, tamom. Pramenni 3 ta 4 ta yon yerida. Xo'p, benzin zapravkamiz yonib harakat qilishni boshlaydi ekan. Ikkita qolganda uje nima edi ekan. Xo'p, nima desa bo'ladi? O'chadi ekan. Ikkita qolganda pramenni yonadi ekan to'g'rirog'i. Xudo xohlasa. 4 ta 5 ta bo'lsa, uje benzin zapravka o'chadi ekan. Qani, quychi dakansa hammasini. Hozir teyda cho'kindisini hisobini olganimiz yo'q. Nima dedi? Paqachasi bor, benzin asos turadigan o'sha joyda hisobini olganimiz yo'q. Xudo xohlasa. O'sha hisobini olib chiqib, undan keyin 10 ta quyilish kerak o'z asnoyida. Hozirgi momentda to'liq 10 ta quyamiz. Qayergacha ko'tarilar ekan ko'ramiz endi. O'nta ketdimi? Datchigimiz harakatga tushdi. Xudo xohlasa hozir to'liq ko'tarilgandan keyin qo'ygan davom ettiramiz. Benzin datchigimiz ko'tarilib oldi. Xo'p, 4 litr, 3 litr, 4 litr. Xo'p, paqirchaga kirish hisobi yoki bok ichida turadigan nima deydi, uровень hisobi bor. O'shandan tashqarida bir 5 ta 6 ta da uje qizilga yaqinlashadi. 5 ta 6 ta qoldimi uje qizilga yaqinlashadi. Bu yog'i 10 ta, 20 ta, 30 ta, 40 ta bu yog'i ketaveradi. Xudo xohlasa, datchigimiz ishladi, zapravkaning rasmlari ham o'chdi, yonib o'chib o'zini o'zi boshqaryapti. Datchigimiz xudo xohlasa cho'tka ishladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol avtoelektrik 1224 ga aloqaga chiqib kelaverasizlar.